map savol turida eng asosiysi yo'nalishni bildiruvchi so'zlarni bilish. Masalan, Hill Street'ni chap tomonida yoki behind orqasida deyishi mumkin. Days Road'ga Kirorishda deb ketishi mumkin. Thomas Street bilan Hill Street'ni o'rtasida deyishi mumkin. Mana shunday narsalarga tayyor turinglar. Yo'nalishni bildiruvchi so'zlarni yaxshi bilsalaring, diqqatni jamlasalaring, map savol turini osongina ishlashlaring mumkin. Demak, Red Hill Improvement Plan. Aynan mana shu Red Hill Improvement Plan'da demak savollariga javob topamiz. Trees, daraxtlar qayerda joylashgan? Eshitib, demak javoblarni belgilaymiz. Audioni qo'yapman. Now, we've also put together a map which we've sent out to all the residents in the area. And on the map, we've marked the proposed changes. Firstly, we'll plant mature pine trees to provide shelter and shade just to the right of the supermarket in Days Road. In order to address the traffic problems, the pavements on the corner of Carberry and... Xo'p, 19 ga javobimiz. Xo'p, qayta qo'yapman, yaxshilab eshitinglar. Iloji boricha bittada olishga harakat qilinglar. 2 marta aytadi-ku deb bemalol bo'lib qolmanglar. Iloji bo'lsa bittada olsalaring, keyin tekshirib ketasizlar-da. Now, we've also put together a map which we've sent out to all the residents in the area. And on the map, we've marked the proposed changes. Firstly, we'll plant mature pine trees to provide shelter and shade just to the right of the supermarket in Days Road. In order to address the traffic... Xo'p, pine trees qayerda ekan daraxtlar? Bitta pine trees emasdi, lekin audioda pine trees deyapti. Aynan daraxtlarda. Endi kelasi ham audioda faqat aynan qanaqa daraxtligi ham aytib ketilyapti. Demak, bu yerda javobimiz C javob bo'ladi. Birinchi bo'lib Sitora bilan Farangiz to'g'ri javobni beryapti. Supermarketda yonida, Days Road'da deyapti. Supermarketda yonida. Bu C javobga to'g'ri kelyapti. Days Road supermarketga yonida deyilyapti. Bu C javobga to'g'ri keladi. Colored road surface. Demak, rangli yo'l yuzasi. Qayerda rangli yo'l yuzasi bor topamiz. Problems. The pavements on the corner of Carberry and Thomas Street will be widened. This will help. Hozircha Carberry Street bilan Thomas Street'da o'rtasi widened, kengaytiriladi deyapti. Lekin hozircha rangli bo'lishi haqida aytilmadi, kengaytirilishi haqida aytildi xolos. D javob katta ehtimol bilan trap. Trap degani qopqon degani. Sizlarda qaysidir variantda savolda chalg'itish uchun keladi. Masalan, ba'zilashib D javob topib qo'yishi mumkin-da, lekin bu trap bo'lib kelyapti. Chunki bizdan kengaytirilishini so'ramayapti, ranglisini so'rayapti-da va bu traplarni doiraga olib ketinglar. Katta ehtimol bilan trap vazifasini bajargan savollar IELTSda ham, multilevelda ham to'g'ri javob bo'lmaydi boshqa savolga. Chunki ularning vazifasi shunchaki qaysi savolda sizlarni chalg'itish. Eshitishda davom etamiz. Reduce the speed of vehicles entering Thomas Street. We think it's very important to separate the local residential streets from the main road. So, the roadway at the entrance to Thomas Street from Days Road will be painted red. This should mark it more clearly and act as a signal for traffic to slow down. One way of making sure that... Xo'p, javobimiz qayer qizil qilib belgilanyapti ekan? Aha, yaxshi. Birinchi bo'lib Gulyora bilan Sabohat to'g'ri javob topibdi. Days Road bilan Thomas Street o'rtasi deyilyapti. Bu G ga to'g'ri keladi. 20 ga javobimiz G javob bo'lyapti. Xo'p, bizda hozircha olinganlar G javob olindi. Hozir shularni belgilab ketdi, oson bo'ladi.
Nimagadir belgilab bo'lmayapti. Xo'p, demak bizda G javob olindi va C javob olindi. Endi traffic lights. Traffic lights svetoforlar qayerda bo'lishini topamiz. Pedestrians are safe is to increase signage at the intersections. A keep clear sign will be erected at the junction of Evelyn Street and Hill Street to enable traffic to exit at all times. Something we're planning to do to help control the flow of traffic in the area is to install traffic lights halfway down. Mana endi traffic lights o'rnatish kerak. Traffic flow'ni nazorat qilish uchun deyapti. Traffic lights qayerda bo'ladi topamiz. On Hill Street where it crosses Days Road. Now, we have Hill Streetda Days Roadda kesib o'tadigan joyda deyapti. Demak, bu qaysi javobga to'g'ri keladi? Yaxshi, Sitora, Halimjon va bu F ga to'g'ri keladi. Mana bu yerda Hill Streetdan Days Roadni kesib o'tyapti. Kesib o'tayotgan joy demak F ga to'g'ri kelyapti. F javobni olamiz. Ovoz endi boryaptimi? Menimcha ovoz boryapti, orada tochka o'chib qolgan ekan. Ovoz endi boryaptimi? Xo'p, endi artwork qayerdaligini topamiz. Orada traffic lights aytishdan oldin boshqa narsani aytib ketdi, adashib birin-ketin keladi deb turib, shunday javobni belgilab ketmanglar, chunki orada boshqa narsalarni ham aytib qolishi mumkin-da. Nimanidir aytib turib, keyin traffic lights deb ketdi. Shu narsaga ham tayyor turinglar. Traffic lights haqida qachon gapirsa, o'shanda keyin javobni olinglar. Xo'p, demak artworkni topamiz endi. San'at ishi, san'at asari. only thought about the cars and traffic, of course. There's also something for the children. We're going to get school children in the area to research a local story, the life of a local sports hero, perhaps. And an artist will incorporate that story into paintings on the wall of a building on the other side of Hill Street from the supermarket. And Demak, artwork qayerda bo'lar ekan? Buni oson aytdi lekin. Ekran ko'rinmayaptimi? Hozir ekranni share qilib yuboraman. Demak, bu yana bir marta eshitdilar, ko'pchilikda xato ketib qopti. Qayta qo'yapman, yaxshilab eshitdilar. a local sports hero, perhaps. And an artist will incorporate that story into paintings on the wall of a building on the other side of Hill Street from the supermarket. Yaxshi e'tibor beringlar. Other side of the road from the supermarket. Other side of the Hill Street. Supermarketdan turib, yo'lda narigi tomonida, Hill Streetda narigi tomonida, yo'lda narigi tomonida deyapti. Qaysiga to'g'ri keladi? From other side of supermarket deyapti. Bu A ga to'g'ri keladi. Mrs. Alisherovna, Madina Bonu birinchilardan bo'lib to'g'ri javobni olyapti. Ha, bu A javobga to'g'ri keladi. Children's playgroundni topamiz. Finally, we've agreed to build a new children's playground, which will be at the other end of Hill Street, close to the intersection with Carberry Street. Wonderful. Hop. Children's playground qayerda ekan? Hop, to'g'ri javob olayotganlar bor, xato javob olayotganlar ham bor. Bitta qayta qo'yib beraman. On the wall of a building on the other side of Hill Street from the supermarket. And finally, we've agreed to build a new children's playground, which will be at the other end of Hill Street, close to the intersection with Carberry Street. Wonderful. Now, Hop, javobimiz I javob bo'ladi. Yaxshi, Feruza, Jasurbek.
ya'ni Hill Streetning narigi tomonida Carberry Streetga yaqin deyapti. Demak, Carberry Streetga yaqin bo'lsa, Hill Street yonida bo'lsa, bu ijobga to'g'ri keladi. Xo'p, map savol turida yo'nalishda bildiruvchi so'zlarga alohida e'tibor beriladi. Supermarketning yonida deyapti, mana C javobda aytayotganda yoki bo'lmasa Hill Street bilan Days Road kesishgan joyda deyapti, F bo'lyapti. Hill Street bilan Carberry Streetning yonida deyapti, I javob bo'lyapti. Mana shu kabi yo'nalishda bildiruvchi so'zlarga juda e'tiborli bo'lishlaring kerak. Unaqa qiyin bas map savol turi. Bir qiyin vokabularilar kelmaydi. Shunchaki yo'nalishda bildiruvchi lug'atlarni o'rganib olinglar va diqqat bilan eshitinglar. Osongina javoblarni olsalaring bo'ladi. Faqat aynan mana bu yerda nima haqida gap ketayotganiga e'tibor beringlar. Oradan san traffic lights dan oldin nimanidir aytib ketdi. Adashib traffic lights haqida gapiryapti deb eshitmay turib avominglar. Tayyor turinglar, chunki boshqa narsani ham gapirayotgan bo'lishi ham mumkin-da. Nimani aytyapti, nimani joyini aytyapti, tayyor turinglar diqqat bilan eshitib.